Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Mana bugungi videoroligimizda aziz aka-ukalar 20 ming dona sotiladigan g'ish bor. Ya'ni loy g'ish qo'ldan qo'yilgan. Xo'p, adresimiz Noxiya Do'sti, Pavarat Garovti Pavaratida. Xo'p, mana bu yo'l Dishamindan keladigan yo'l, shunday o'tib ketadi, Shartis Qavaliyga o'tib ketadi. Mana bu yo'limiz bo'lsa Payshanba bozoriga ketadi. Mana shu Payshanba bozor ketadigan yo'lning ustida, mana shu yo'lning jiyagida aziz aka-ukalar, mana g'ishtni ko'ryapsizlar, 20 ming dona g'isht deyapti. Surishni sotiladi. Xo'p, hozir batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, bitta layklar bosingizlar, gruppaga tarqatib qo'yingizlar. Kimda kim g'ish olaman degan aka-ukalar bo'lsa, yetib borsin. Assalomu alaykum barodaro. Patishko, iname o'zi men omadim ijada 20,000 dona g'ishti ayda sirixtagiyay furushiyay barodaro. Adresim Noxiya Do'sti, ne Pavarati Garovtiyay. Neyja? Rahi Dishambi Shartus Aysimiyoyi Dishambiyoyi am xilmegzari Shartus Qabadiyon Eshbek Meshava. Inami rax bo'sha bozori Payshanba bozor merava. Inami jada 20,000 dona g'isht tayyor hasta hozirashda. Hozir polna ma'lumotay g'ishta gam mezanim chambachanday polni tayyoray hozir. Bu bacho rextestan dast qati rextestan bacho. Xo'p. Miyoyim hozir ya drozish pahmisha gam mezanim. Ina drozish sivda ya. Sivda pahmish 16 buday. Xo'p. Da ya ne hay. Da. Qarib da. Inamiqa g'ish hastay barodar. Kasida ma'qul bo'lsa, nomerosha dar ekran memonim, zang bizaning. Hurmatli aka-ukalar, mana hozir ko'ryapsizlar. To oxiriga qadar ko'ramiz. Polni qo'ldan qo'yilyapti mana. Qo'ldan qo'ygan. 20 ming dona g'ish tayyor aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Xo'p, narxi keladigan bo'lsak, bir somoni 30 dirhamdan ortib beramiz dedi. Bor kardam etina, yak somon sidirami. Yak somoni sidirami bor kardam etan barodaro. Ina kasida ma'qul bo'lsa, biyoyin. Aypesh bebinin bat xaridor kini. Ijada 20,000 dona astay. Ina. To'xira birinam 20,000 dona hozir tayyor shastay. Zindov sarbaland boshin to video endara.